Alisher Navoiyning boyliklariga bugun nima qilish mumkin edi? Tasavvur qiling. Alisher Navoiy o'z davrining eng boy odamlaridan biri bo'lgan. Buni ko'pchilik biladi. Agar u boylik bugungi kunda bo'lganida nima qilsa bo'lardi? Hech shu jihatga qiziqib ko'rganmisiz? Birinchidan, yuzlab zamonaviy maktab va universitetlar ochish mumkin edi. Bepul ta'lim, stipendiyalar va umuman ilmga ochiq eshiklar deyish mumkin. Ikkinchidan, katta media platformalar, nashriyotlar, onlayn kurslar, ilmiy kontent, kitoblar va hokazo. Uchinchidan, madaniyat va san'at markazlari, yosh ijodkorlar uchun grantlar, teatrlar, muzeylar, To'rtinchidan, ijtimoiy loyihalar. Kambag'allar uchun uy-joy, shifoxonalar, xayriya fondlari. Eng qizig'i nima bilasizmi? Aslida Navoiy bularning ko'pini o'sha paytning o'zida ham qilgan. Farq faqat shundaki, u kriptovalyuta emas, balki ilm, ma'rifatga investitsiya kiritgan. Shuning uchun ham u boy bo'lgani uchun emas, boylikni ilm bilan ishlatgani uchun tarixda qolgan. Xulosa o'rnida haqli savol tug'iladi. Bugunning boylari mablag'larini nimalarga sarflamoqda?